Siz bizni qancha orqamizdan g'iybatimizni qilmang, qancha biz haqimizda gapiringizni gapirmang, og'zingizdan kelgan bo'xtonni gapirmang, sizni kimligingizni hamma yaxshi biladi. Ha mayli, biz haqimizda g'iybatimizni qiling, nima sezding, qo'lingizdan kelganini qiling. Odamlar o'zi kimi kirisa, kimi shakarligini yaxshi. To'p tepish boshlandi. Ha mayli. Siz bizni g'iybatimizni qiling, bizni hurmatimiz oshaveradi. Haligi boru sahla o'yinchimizmi? Tapishga qoldi. Ha, to'pni ham Gemerovga chiqarib qo'ydik. Ha, nima deysan? Ha. Shuncha narsa uvolim, uni qarang. Mana meni o'rnimga qirg'izistonlik birodarlar keldi. Mana qadrdonlar, Novosibir bozorida safar qarada yakunlandi safarimiz. Assalomu alaykum hamkasblar. Yomg'ir yoqqanda bilasizlar, dvorni artganda bu tomonga shuva bor. Mana buni oldini olishdi yo'li. Mana bu rezinkadan olib 2 so'mga beradi, 2 metr. Ikkala tomonga. Mana shunday qilib. Joylasang, ha? Novosibirda mana to'p tepish boshlandi. Bozor yakunlandi. Bofladis. Yugurang, sen harakat qil. Çapaya git. Tapishga qoldi. Рефтайдан olib chiqasizlar ham. Передаю привет. Kamoliddin akamlar. Adashim Novosibirga kelib qoldi. Ha, nima gap? To'g'ri-to'g'ri. Chempionat o'ldirdi-yu, chempionat hamma. Qochib bordi-yu ko'pchilik. Ha, hozir tapishga uchadi. Ha! Top bechara qovun bo'lib qoldi. O'ldirdingiz. Ketdi. Shuncha narsa uvolim, uni qarang. Olma. Bu yoqda pomidor. Eskina. Ha, to'pni ham Gemerovga chiqarib qo'ydik. Kamoliddin. Ha, bormi? Net. Ana o endi bo'ldi yengillashdi. Salpat. Haligidan ko'ra. Короче. İşte o'yin. Mana meni o'rnimga qirg'izistonlik birodarlar keldi.
Novosibir bozor. Shu mashinani kelishini kutib turdim. Joy zaynat qilib. Mana qadrdonlar, Novosibir bozorda safar qaradi. Yakunlandi safarimiz. Hashi bitta tayib tegmay yurardi, oxiri yonmay ham qoldi. To'g'rilash kerak. O'rnimga Qirg'izistonda mashinasi keldi. Bu ham pomidor olib kelgan. Endi men stoyankasiga qarab chiqib ketaman. Toychoqda oyog'ini ko'tarib qo'yiling endi bitta most. Bo'shadi. Bitta balon ko'tarilib olsa yaxshi. Mana Novosibir bozorida ham tong otdi. Endi zavtrik bilan obed ham birga bo'lyapti. Ha, nima deysan? Ha. Shikolat yo'rib tishing o'zi qolmabdi. Yana shikolat yeyapsan? Qoning chiqadimi? Yettay. Otadek inson topilmaydi bu hayotda. O'zlarining hayotlaridagi qiyinchilik xatolarini farzandining hayotida takrorlanmasligi uchun harakat qiladigan yagona inson ota bo'ladi. Farzandiga tayanch bo'ladigan, ko'ngliga suyanch bo'ladigan inson. Farzandini taqdiri uchun o'z orzusidan kechgan inson ota bo'ladi. Mana biz kuygan lampochkani to'g'irlash bilan boramiz endi. Mana bezapasini qilib remen tortib oldik. Hamkasbimizda remen bor ekan, yaxshi. Mana shu yerda bitta kuygani bor. Kuymagan shu tayib tegmayapti, shuni o'g'lash kerak. Ha? O, молодец, polvon. Qo'rqma. Qo'rqma. Hammasi nazorat ostida. Ushlab turibmaydi. Hoppa. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Bu lazerliga o'xshayapti buni ichidagi. Mana tayib tegmayap turgan, qaranglar, atslina bo'lib buzilib qoldi. Endi buni bartaraf qilamiz. O, ichi ham to'lib qoldi. Mana magazin ochdik mana. Donor aka, narxini yozmabsiz? Senazin. Mana joylar bo'ldi endi. Chiroyli qilib. Mana qadrdonlar, bozor ham yakunlandi. Endi Barnaulga qarab yo'l oldim. Yo'l davomida albatta didorlashamiz. Novosibir bozor ham yakunlandi mana. Pagoda yaxshi, +18 gradus bo'lyapti.
Barnaulga qarab olg'a endi. Barnauldan yuk ortishim kerak. Har doimgidek shu yerdagi ko'prik hech bitmadi-da. Qishda ham yog'och ko'prik ustidan o'tgan. Yog'ochdan terib qo'yishgan. Bu yerdagi hali bitgan yo'q. Barnaulga qarab ketish o'zimizda betonkaga o'xshagan ekan, bo'linib bitgan ekan. Dakir qilib ketgan. Novosibirdan chiqyapman, Barnaul yo'nalishiga qarab yurganman. Где-то датчик на большую дорогу вышел.